Assalomu alaykum qirg'iz elim. Sizlarga mana biz O'zbekistondan qirg'izlar bo'lamiz. Uqtuq alayda mana Tojikiston savaşmasından geldik. Mana uyvatamiz bitan bizda qo'limizdan kelgan narsa biroq ақша chiqara olmasak dag'i bunday usroyli neni tushunganingiz uchun mana biton uyvatamiz. Xudoy buyursa podключ topshiramiz. Alg'amiz 5-6 obyekt. Buyursa brigada bo'lib Qirg'izistonda yaxshina qilib uyini bitirib berib ketamiz buyursa. Dag'i ne deyin? Biz brigadamiz O'zbekistonda qirg'izlar kelib jo'mili. Yordam qilib ishlayapmiz. Qancha odamsizlar? Biz 15 odammiz hozir. Paka. Dag'i shu kelib ballar. Kelib yordam qilib bekirlar. Sizlar hozir mana qurilish ishlarini beton fundament qo'yatasizlar-da, o'shaga oylik haqi olasizlar? Yo'q, bizga просто endi yordam uchun biz bu betondan boshlab даже подключ krishasiga ham javob berib ketamiz degan o'zi. Siz qilib berasizlar. Buyursa shunday, yordam qilib shunday. Bir 3 uyga nima qilib ketganmiz. Fakat 4 oy verimimiz bor bizda. O'shundan bitirib berib ketamiz deb o'yimizda. Shunday yordamlarga kelganmiz. Assalomu alaykum qirg'iz eli. Biz O'zbekistondan mana ustalarni olib keldim. Xudo xolasa shu o'ylarni bitkazishga harakat qilyapmiz. Apalibkalarni o'rnatyapmiz. Ayrim obyektlarda beton quyamiz. Xudo xolasa dekabrga shu obyektlarni bitkazib topshirishga harakat qilyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar inshaalloh. Duo qilib tursani bitkazib hamma qirg'iz elini evini kulchini bersa, biz ham uyimizga borsa, xursand bo'lsa, shu maqsadda keldik. Inshaalloh bitkazamiz tez kunda dekabrga.